Birinchi qismini ham boshlab yubordi. Qilingan steyajga ozgina burchagidagi sokol kafellarni tozalashimiz kerak. Ozgina musorani olib, sipir-sidir qilib olmasak bo'lmaydi, chunki oyoq osti juda ham yomon bo'lib ketdi. Qarashga qizim ham kelib turdi, uni buni ushlashib turdi. Reykani olib kirib, o'lchadim, orada ushlashib turishga odam kerak edi. Shu desam shart ushlab turdi, taqillatib aralab tashladi. U aralangandan keyin o'lchamlarni olib, hammasini bitta-bitta teshib chiqish kerak bo'ldi. Kech bo'lib qoldi, bu yoqqa o'tib ketdi, ko'rgan bo'lsangiz. Undan keyin yana kelib ishni boshladim. Birinchi bo'lib devorga qotirib olishga qaror qildim. Bu devorli ham oddiy samarez ushamaydi. Dubulgoz degan samarez bor. O'shanda amallab qoqib bir yog'ini ushlab, otini nima derdi? Shayton dermidi? Xullas shunga qo'yib, tekislikni olib, dubulgozda hammasini samarezda teshib, ketidan samarez qoqib, 3 qavatli, 4 qavatli stelaj qilishni davom etyapman. Ko'rganingizdek, bugungiga juda ham kech bo'lib ketgani uchun amallab bir chekkasidan qoqib, to'g'ri-to'g'ri qilib to'xtatdim. Bu ishga baho qo'yib ketish esingizdan chiqmasin. Hali 100% bitmadi, lekin kuzatib tursanglar, xudo xolisa 100% bitkazib, chiroyli ishni ko'rsatamiz. Usta ishlatganimni mana shunaqa qiluvdi. Ko'tararmikan?